Ijara yurib, uyga puli yo'q, sen nimalar bo'ladi? Ijara jamoat kelishda chaqirishyapti. Alyo, Sattorjon, dollar maydalash kerak. Ha, shunda. Hozirgi kunda pul yig'ishda o'zi oson emas. Agar o'zbeklar biron narsaga pul yig'adigan bo'lsa, faqat dollarda yig'adi. Ertalabdan kechgacha itday ishlab, bankani to'ldirishga harakat qilasan. Bu banka o'lgiram, endi to'ldi deganda qanaqadir chiqim chiqib qoladi. Ya qoyil, har hafta mashina almashtiryapsizmi? Biz dollar almashtirganda? Yiqqan pulingni dollar qilasan, so'm qilasan, xullas dollar purushlarni boy qilasan. Ular har hafta yangi mashina oladi, sen eski velosipedingni yuraverasan. Yana ishga borasan, ertalabdan kechgacha ishlaysan. Endi pulingni ko'paytirishga harakat qilsang, yo ballaringni nimadir yegisi kelib qoladi yoki kommunal to'lovlar keladi. Xullas bankadagi pul kamaysa kamayadiki, lekin ko'paymaydi. Chep, oyligimni dollarda beraverasizmi? Nimaga? Ha, uyga pul yig'ayotgandim-da. Hali ham yig'yapsizmi? Ha, endi shu banka to'lmayapti-da. Sizga bitta yechim bor. Yechaylik bo'lmasa. Yuring bizlar Mijikaga yangi domlarga boramiz. Mana shu siz ko'rib turgan uylarni mikrokredit bank qurib bitkizgan ekan. Kadastrlari ham chiqqan ekan. 20 yilga bo'lib to'lashga berishyapti ekan. 15% bosh to'lov qilib mana shu uylardan bitta oling. Qana bo'larki? Qana bo'lardi? Zo'r bo'ladi-da. Men necha yildan beri ijarada turasiz? Ha, bir 5-6 yil bo'lib qoldi. Boshida necha pul edi? Ha, 100 dollar edi. Hozirchi? 100 dollar. Ko'rdingizmi? Yildan yilga narxlar oshaveradi. Siz qiynalaverasiz. Bu yerdan 20 yilga bo'lib to'lashga uy olsangiz, 20 yildan keyin ham o'sha pulni to'laysiz. Narx oshmaydi. Xuddi ijara to'layapman deb o'ylayverasiz. Zato uy o'zingizga qoladi. Yaxshi-ku. Yana bitta plyus tomonini aytaymi? Ayting. Uylarda tayyor remonti bitgan ekan. Bitta ko'rpacha, bitta yostiq olib kelasiz, yashayverasiz. Undan tashqari ariston, gaz plita, moyga ham qo'shib berar ekan. Uylar 39 kvadratdan 71 kvadratgacha ekan. Lokatsiya ham yaxshi joyda. Infeksioniydi, ro'parasi, maktab bog'cha ham yaqin. Xullas mazza qilib yashaysiz. Bo'ldi, ertaga kelaman. Bo'ldi. Sot ofisi shu yerda o'zida. Adashmang, mana shu yerga kelasiz. Rahmat. Bo'pti.